Bu darvozabon postining tagida g'alati kichik narsani yashirayotgani uchun qo'lga tushganda, noaniq sabab bilan butun raqib jamoa darvozani o'tkazib yuborib, bir necha marta to'pni ustunga urdi. Shunda o'yinda tanaffus paytida ko'k libosdagi butun jamoa nimadir g'alati bo'layotganini anglab, jarima maydonini yashirincha qidira boshladi. Har bir burchakni tekshirdi, go'yo o'yin natijasi ko'rinmas tafsilotga bog'liqdek. Eng yomoni esa ko'k libosdagi o'yinchilardan biri postga xavfli yaqinlashganda yuz berdi. Chunki aynan shu paytda go'yoki jarohat olgan darvozabon to'satdan o'rnidan sakrab turdi. Hali unga yordam berayotganlarida ustunga yugurib kelayotgan o'yinchini to'xtatish uchun shu bilan beixtiyor o'zi aniq bir narsani himoya qilayotganini ko'rsatdi. Keyingi hujumda bu narsani ko'rgan o'yinchi tezda yugurib kelib, uni olib jamoadoshiga uzatdi.